Keyingi dema. Nechinchi paragraf bo'ladi? 10. Difraksiya. Difraksiya deganday. Misol uchun birinchidan aytdik. Dispersiyani aytib ko'rincha, aq jaqtılıqning ranglarga ajraluvi, yamasa aq jaqtılıqning, yamasa jaqtılıqning chastotasina to'lqinliligiga baylanishli sindiruvchi tushning o'zgaruvi dispersiya. Interferensiya to'lqinlarning qo'shilma natijasida bir-birini kuchaytirish, yamasa susaytirish, kemaytirish. Interferensiya bo'lish uchun to'lqin koherent bo'lishi kerak. Al difraksiya bunday kichik sangloqlardan to'lqinlar o'tgan vaqtida buriladi. Va qadni ochib qo'ysam, qaytin desam, amnistiya bo'ldi deb qaytib chiqib ketaverasiz-da. Amnistiya. Qanday deb ochib qo'ydik hozir. Sevgan odam aytaversin dedik-da. Islom bir o'zi aytsin. Tushundingizmi? Ya'ni bunaqanda kemasdan vaqtida hech kim yugurib o'tib ketishi mumkin emas-da. Kelib o'tib deb qiyalab shu musa to'g'ri keladi. Ya'ni bu ham to'lqin ham hech qanday sangloqdan o'tayotgan vaqtida shunday buriluvga to'g'ri kelib qoladi. To'lqinlarning sangloqlardan o'tuv natijasida buriluv protsessi ne deb aytilayotgan? Difraksiya protsessi. Difraksiya amalga oshirish uchun bizlarga difraksiyalik reshotka kerak. Qaraqalpaqchada panjara o'zbekchada. Difraksiyalik reshotka degan shunday. Qandaydir? To'siq bor, sangloq bor. To'siq bor, sangloq bor. To'siq bor, sangloq bor. Kelaveradi. Figura 23 ga o'xshaydi-da. Ko'rsizmi? Sim, to'siq, sangloq, pustoy yer. Endi 23 da budan ham mayda bo'ladi-ku. Sonday mayda-da. Sangloq bilan to'siq bir-birine yaqin bo'ladi-da, pashti. Misol uchun buna ne desam bo'ladi? To'siqning kengligi A bo'lsa, sangloqning kengligi B. Al ikkovining birgalikda kengligi B deb aytiladi. A qo'shilgan B degan formulamen aniqlanadi. Endi bu manda D difraksiyalik panjara, yo'qsa qora panjara deb aytaman buni. Panjara turaqlisi. Ikki ati bor. Panjara turaqlisi deb ham aytiladi, panjara davri deb ham aytiladi. Buni tabiiy uchun to'siqning ham sangloqning kengliklarining qo'shimchasi bo'lishi kerak. Endi yana bir formulasi bor, buni topadigan L bo'lingan M. L araliq bizda ko'pchilik joyda millimetrda aytiladi. M shtrixlar soni. Shtrixlar soni. Bu ne degansiz? Amen bu bir shtrix deb qaraydi, biroqlar qora ani shtrix deb aytadi. Ikkovi bir shtrix deb qaraveradi. To'siq ham sangloq bir sistemada. Misol uchun 1 millimetrda 10 bor desa, unda A bundan 10 borda. Ezber yaratib kelaveradi. Bir ko'pchilikda nima bo'ladi? 1 millimetr, hamning o'zi 1 millimetrda 53 shtrix bor degan bo'lsa ko'pchilikda. Bu qora deyiladi emas u. 1 millimetr qanday aralig'ini o'zingizga keltiribman. 1 millimetr o'zingizga keltirdim. Soda 50 dona teshik bor. Sizga qanday rastasiyani ekan? Silg'ishlar, bunday silg'ishlar. Mana. Mana 1 millimetr degan misol uchun 0 bilan 1 ning orasi 1 santimetr deb aytamiz-ku mana. Mana 0 bilan birinchi kletkalarmi? So'ra 1 millimetr. Soda 50 dona teshik bor deb bunda. Alg'indan chiqib 1 millimetrda 200 teshigi bor degan. U bizda qaragandan teshigini ko'rinmaydi. Misol uchun kiyim ham bizda negiz bir tun bo'lib turibdi, biroq negizda jaqlab qarasangiz bu ham teshik bo'lib turadi. Difraksiyalik panjarada shunday. Bunday katta sangloqdan o'tayotgan vaqtda to'lqin yig'iladi, buriluvuna sababchi bo'ladi. Ayni shu quvvat bizda difraksiya quvvati. Difraksiya quvvati ko'rsatuvlarda qanday ta'riflanadi? Panjara to'lqin kelmoqda. Mana bunda ekran bor. Panjara bilan ekranning o'rtasida ko'pchilik joylarda 0 maksimum deb aytiladi tikardan. To'lqindan panjaradan o'tayotgan vaqtida burilib, qandaydir K degan maksimumga boradi.
Mana manda K maksimum bolsa, unutmang. Mana yoqda tap shunday aralıqda tap shunday K degan maksimum bo'ladi. Misol uchun, K maksimum tarixi 3 bor, mana yoqda 3 bo'ladi deganmiz. Mana manda burilgan meyush var pi, mana manda burilgan meyush var pi. Endi so'rov beradi. 0-chi ham 1-chi maksimumlarning orasi pi deydi. Mana da birinchi tartibda 2 maksimumning orasi u qancha bo'ladi shunda? Birinchi tartibda 2 maksimum degan so'z, bunda K 1 bo'lsa, mana yoqda K degan 1 borda qaytdan. Ikkovining orasida meshni ko'radi o'xshi. 2 pi. Tushundingizmi? Tushunmayapsizmi? Bu K degan maksimum tartib nomerida. Birinchi maksimum bo'lishi mumkin, 2 da bo'lishi mumkin. 3 misol uchun K 3 ga teng bo'lsa, mana yoqda tafsilda ne bo'ladi deb aytibman? 3 bo'ladi. Endi 0-chi maksimum bilan 3-chi maksimumning orasi pi da. Al 3-chi 2 maksimumning orasi qancha bo'ladi deyapmanda? Ya'ni mana bilan buning orasi o'shini o'tkazadi bizda 2 pi bo'lib keladi. Endi bizda K teng 3 deb yozib turibmiz. Qat'iy deb hisobimiz bu formulada yozib o'tiribmiz. K qaragan san 1-chi, 2-chi, 3-chi degandek. Differensial uchun global formulani qanday? Juda ko'p narsani hisob tutadi. 1 ko'paytirilgan sin pi nega teng K ko'paytirilgan lambda. Danida. Panjara turaq bo'lsa, panjara davri. Pi neda? Burilgan meyushimiz. Lambda neda? Subatgan to'lqinning uzunligi. K maksimumning tartib nomeri. Endi nima deyapti? Eng ulkan tartibdagi maksimum. Eng ulkan tartibdagi K'ning maksimali. K'ning maksimalini topish uchun, ya'ni K eng ulkan tam bo'lishi uchun sinusga eng ulkan ma'nosini qo'yamiz. Sinusning eng ulkan ma'nosi 1. So'ng uchun K'ning maksimali to'g'anoqda z bo'lingan lambda deymiz. Biroq mana qanday zot? Kvadrat skobning shunday. Kvadrat skobning ma'nosi ne? Butun bo'lak degan so'z sizlar buni lambdaga bo'lsangiz 5.99 degan sanni chiqarib qo'ysin. 6 deb yozmaysiz hech qachon uni. 5 deb yozasiz. O'tirdim aldi alnat postdan. Hech qachon yig'maydi, do'ngelaklanmaydi. Butun bo'lak degan so'z. Endi maksimumlar soni degan bor. Maksimumlar soni degan necha maksimum bor ekan bildirishni javob ayt. N 2 K maksimal plus 1. Ya'ni maksimumlar soni 2 ga ko'payib 1 da nima qo'shadigan ekanmiz. Nega 1 ni qo'shsak? Qara. Jami bu yoqda 3 K teng 3 desa, unda K bilan bor, K 2 da bor, K 3 da bor da. Bu yoqda K 1 bor, K 2, K 3 bor. Xo'p, eng ulkan maksimum 3 chiqsa, bu yoqda 3 bor deganmiz. 3 chiqdi degan so'z 3 bor degan so'z. Tushundingmi? Ha. Hisobdagi 24-so'rovga qarang. Endi maksimal yozib qo'yib qarang. 0 bor ko'rsatsa. 0 ustida ne bor? K1 odan keyin ne bor? 2 bor. Ketaveradi. Agar 2 maksimum chiqqan bo'lsa, bu yoqda 2 bo'lsa, bu yoqda 2 bor. O'shini shu bor. 4 emas. 5. Nega? Yuqorida 2 bor. Tömende 2 bor, o'rtada pastdan 0 bor. Sonra o'shini shu bo'ladi. 5. Tushundingmi? Bu nem to'g'rilmasi maksimumlar soni to'g'riladi. Biz tekshirgan moqda qanday misol tutdi? 42-so'rovga qarang. Bormi qasisdan bo'lmish yo'qmi? Yo'q. To'lqin uzunligi 700 nanometr bo'lgan nur panjara davri 4,5 mikrometr bo'lgan diffraksiyalik panjaraga tushadi deydi. 4,5 mikrometr uni misol. Mana yozib beraman. 700 nanometrdan 7 ga o'tgan uni men 7 demayman. A
Eng ulkan maksimum top berin. K'ning maksimalini so'rayapti. Zani bo'lamiz lambidaga. 4,5 ko'paytirilgan 10 ning -6'sini bo'laman 7 ko'paytirilgan 10 ning -7'sini. -7 yuqoriga o'tadi. +7 bo'lma. 10 qoladi. 10 4,5 ko'paytaman. 45 ni bo'laman 7 ga. 6 deyip o'zgarga emas ishlarim. Bo'g'andan keyin shart emasdan. Endi bo'lsa maksimumlar soni topib bermaydi. Endi so'rayapti. Qani maksimal bilgin so'nish ekan. 2 ga ko'paytamiz. 1 ga qo'shamiz. 13 maksimum bo'ladi. Tushundingmi? Negiz o'tgan balans satda, o'tgandan keyin bir turli tuyulib beradi. Nechta bilmay qolasan. Endi bizda bir vaqtlar qanday voqea bo'ladi endi qarang. Diffraksiya panjara. Ekran. Misol uchun namanda janag'day 0 maksimum bor. Namanda любой qandaydir bir K degan maksimum bor, nechiga bilmayman. Bir vaqtlarda meshda aytmaydi-da sizlarga. Nazarlarda aytadi-da, mana. L panjaradan ekranga shekemga araliq. Tak, X 0 ham K maksimum aralig'i. Endi K'ni ishiga bilmayman, so'ng K deb yozdim, tushundingizmi? 0 ham 1 maksimum chiqarib olgan, 0 ham 3 chiqar desa aytiladi. 0 dan aytilgan maksimumga kelgan bo'lgan araliq. Endi men ish yo'q bo'lsa qalay istaymiz, qarang. B ko'paytirilgan lambda B ko'paytirilgan sinus pi sinus pi deyilsa pi yo'q qonamanda. Unda joyda sinusning o'zini topamiz. Qarayda bo'yicha qanday edi? Qarshi chiqqan gadetdan nega qatnasi? Sinus. Hipotezani nega tartibda? Nima hipotezani? Yek katetin var emasmi? Katet bo'lsa bo'ladi, hipotezani tog'dan ham problem bor. Katetlarning kvadratlarının qo'shimchasi. K ko'paytirilgan ne bo'ladi ekan? Lambda. Endi bizlarda ko'pchilik жағдайda K L X dan juda ulkan bo'lishi mumkin. L X dan juda ulkan bo'lishi mumkin. Bunday жағдайda bizlar formulalarni o'zgartirib beramiz. B ko'paytirilgan X bo'lingan L, K ko'paytirilgan lambda. Nega? Misol uchun mana 1 metrda mana 10 santimetr bo'ladi. 1 metr degan santimetr bilan 100 santimetr bo'ladimi? 100 ning kvadrati 10 ming, 10 ning kvadrati 100, 10 mingga 100 bo'lsam 10 ming 100, bari qo'lingdan chiqarsan qancha 100 chiqadi. Shuning uchun L X dan judaligim bo'lsa hisob qilmasam ham bo'laveradi. Tushundingmi? Bir jazom. Endi bunaqa misol ko'rib, men o'tamiz-da.